Assalomu alaykum hammaga. Bugungi obzorimizda Donfi 008 gibrid bo'ladi. Okalar ko'rsanglar bo'ladi. Qoraga oranjiy bo'ladi. Diskalari yangi 26 restyling variantlari bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi. Buni to'liq sizlarga obzorini qilaman. Undan oldin like, podpiska bosib qo'yinglar, esdan chiqmasin. Bundan qiziqroq kontentlarni sizlar yozsanglar, men qaysi mashinaga chiqaraman, o'shani sizlar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Kelsanglar bo'ladi. Xo'p, mashinamiz gibrid bo'ladi. To'liq gibridda 1300 km yuradi. Xo'p, ko'rsanglar bo'ladi. To'liq gibridda 1300 km yuradi, tok ko'zda 200 yurib beradi. Rejimlarini ko'rsataman. Operator ichkariga o'tiring. To'g'rilab qo'yamiz ozgina. Orqaga qo'yib qo'yamiz. Bu kapitanskiy sirenalar bo'ladi. Orqani ko'rsangiz bo'ladi. Orqada 6 ta o'rindig'i bo'ladi. O'rindiqlari 6 ta bo'ladi. Shtorkalari, oldi shtorkani qo'lda ochib yopasiz, orqa shtorkani bu yoqdan boshqarsangiz ham bo'ladi. Mana orqa shtorkalarni yopibman. Ko'rsanglar bo'ladi. Operator o'tiring. Rejimlarini ko'rsatamiz. Hozir salonimizdan olib chiqamiz. Ogalar bitta narsani eslatib qo'yaman. Bizdan xarid qilsanglar mashina, sizlarga bonuslarimiz ko'p. Qanaqa bonuslar desanglar, rusifikatsiya bo'ladi. Голосовой управлениялari bo'ladi. Alisa to'g'rirog'i. Alisalari bo'ladi. 3 yil garantiya beramiz. Ofitsialniy garantiyamiz bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi. Hop, mashinamizning yurishlari yaxshi. Rejimlarini sizlarga ko'rsataman hozir. Hozirgi paytda komfortda turibdi. Eko bor, sport bor. Sportda haydab ko'ramiz, ko'rasizlar. Yarkislarini ozgina baland qilib olamiz, sizlarga yaxshi ko'rinishi uchun. Голосовой управленияларni ham sizlarga ko'rsataman hozir. Голосовое управление. Алиса, открой окно. Bu sun'iy intellektda ishlaydi. To'liq sun'iy intellekt bo'ladi, Alisalar bo'ladi. Alisa, закрой окно. Sport rejimiga qo'ydim. Okalar ko'rsanglar bo'ladi. Endi men sizlarga ko'rsataman. Mashinamizning yurishi juda ham yaxshi bo'ladi. Remeni taqib olyapti. Ko'rsanglar bo'ladi. Operator mana. Mana shu sport rejimda 0 dan 100 gacha, shunaqa bahaybat mashina bo'lsa ham 0 dan 100 gacha 603 sekundlar bo'ladi, 703 sekundlar bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi. Mashinani aylantirib olamiz hozir. Avtosalonimizning nomi Hyundai Choshtepa Flowers Garden oldida. 360 gradus kameralari bo'ladi, ko'rsanglar bo'ladi, bemalol. O'zi necha santimetr qolganlarini ko'rsatadi. Kamerasi to'liq 360. Hamma joylarini ko'rsatadi to'liq. Ремень безопасности не пристегнут. Mana ko'ringlar, 23 ketyapti hozir. Eslatib o'taman, 272 ta ot kuchi bo'ladi bu mashinamizda. Bularni bizda elektr variantlari ham bor. Elektr variantlari ham xuddi shunaqa bo'ladi. Ko'rinishlari, hamma narsalari xuddi shunaqa bo'ladi. Faqat 630 km, 650 km kitobida yozilgan. To'g'risini aytaman sizlarga, realniy yurishi 500-510 km yuradi. Shu qatori yuradi. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak, buni narxi bizda Hyundai avtosalonimizda 32.200, yana savdosi bor.
Bularga aytganimdek bonuslar bor. Rusifikatsiya, голосовое управление, alisasi to'g'rirog'i, zaryadchik bo'ladi, 3 yil garantiyasi bo'ladi. Kelinglar, sizlarga chiroyli qilib beramiz. Bitta narsa aytish esimdan chiqibdi. Parog ham sizlarga uстановка qilib beramiz. Parog, brezgovik. Ipoliklari ham bo'ladi. Xo'p, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, podpiska tashlab qo'yinglar. Bundan qiziqroq videolar endi chiqadi. Biz endi boshladik. Bo'ldi aka.